Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu hayotga tayyormisiz? Albatta tayyorman. Joninglar sog' bo'lsin. Qarang, savolim oddiy. O'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'la olaydimi? Ha, bo'la oladi, lekin hamma ham emas. Eplasa bo'ladi lekin. Hozir nechaga kirgansiz? 18 ga. 18 ga kirgan bo'lsangiz, misol turmushga chiqmasdan do'st bo'la olaydimi yo turmushga chiqqandan keyin ham do'st bo'la olaydimi? Unisini bilmadim endi. Turmushga chiqishigacha do'st bo'lsa yaxshi. Mana misol siz o'g'il bola bilan do'st bo'ldingiz. Turmushga chiqdingizda, xo'jayingiz bunga qanaqa qaraydi? Конечно, rashqalarlar, qizg'onarlar. Endi hamma. O'shanda siz do'stdan voz kechasiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa bo'ladi. Bu demoqchisizki, o'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'la olmaydi. Do'st bo'la olmaydi. No, eplasa ham bo'ladi. Ko'pincha endi har xilda hammada. Endi bir xilla xo'p deyishi mumkin. O'g'il bola bilan qiz bolani orasida do'stlik bo'ladi, lekin buni eplash hammaga ham emas. Chunki baribir orasidan yoki qiz bola yoki o'g'il bolada sevgi, muhabbat tuyg'usi paydo bo'ladi-da, buni ayta olmaydi. Sababi shu do'stimni yo'qotib qo'ymaydi, chunki любовь temi, muhabbat temasi boshlansa, baribir ikkinchi inson o'zini tortishni boshlaydi. Если buni davom etib bildirmay do'st bo'lsa, bu oxirigacha borishi mumkin. Siz aytmoqchisizki, turmushdan keyin ham saqlab qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa masalada bo'ladi? Agar o'sha ikkita inson haqiqatan ham yaqin do'st bo'lsa, mana o'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'lsa, ularning do'stligini oxiri nikohga aylanishi mumkin. Ana o'shandagina oxirigacha olib bora oladi. Если bu do'stlik oxirigacha nikohgacha emas, просто tak do'stlik bo'lsa, albatta o'g'il bola nimasi, qiz bolani turmush o'rtog'i bu narsaga to'g'ri qaramaydi, qarshilik qiladi. Qachonki oxirigacha boradi, shu meni fikrim. Qachonki buni bilan do'stligi abadiy bo'lib, oxiri nikoh bilan tugasagina oxirigacha borishi mumkin. Rahmat sizlarga. Sog'